Assalomu alaykum. Hurmatli Elrizovuz kanali obunachilari, qush ishqibozlari, sog'liqsizlar, salomatlisizlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati, Namangan shahar Remeka qush bozoridamiz. Inshaalloh bugungi videolarni sizlarga chiqaradiganlarimiz hammasidan bo'ladi. Popugay, kanareyka, amadinka, karella, inshaalloh men uyalani ham qo'ldan kelganicha chiqarib beramiz. Bugungi cheslamimiz 2025-yil 4-may haftani yakshanba kuni sizlar uchun chiqaradigan videolarimiz hozir inshaalloh faqatgina bunaqa toza qushlardan bo'ladi inshaalloh. Qo'ldan kelganicha yo'ritib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmaysiz. Like bo'lsa tekin, obuna bo'lish ham tekin. Prosmotorlarimiz zo'r, lekin like boshqa bo'lmaydi. Iltimos sizlardan hurmatli obunachilar, bitta poddeshga qo'ying shu videoni. Bugungi cheslamimizni aytib o'tdik. Xo'p, endi qo'ldan kelgancha narxlarini yo'ritib beramiz. Ko'pchilik karella so'raganda, mana inshaalloh karellaning turlaridan bor. Mana Dubai bor, Braziliya, Pepsi, mana tutilgan qarang, vallan, maşalloh. Xo'p, inshaalloh bugungi kunda hammasini yo'ritib beramiz. Mana qolganlarini ham nari taraflarda bor. O bozorlarimiz qaynoq chaqqon bo'lib turibdi. Xo'p, sizlardan bitta o'sha like, obuna, do'stlarga jo'natish, kommentariyada iliq fikringni qoldirib qo'ysani, bo'ldi. Keyin yana qaytarib o'tadigan narsamiz. Maslahat berishdiki, aslini olganda, lekin yarim kechasi telefon qilib maslahat so'rashingni bo'lmaydi. Yarim kecha umuman telefonda maslahat olmadi, faqat Telegram orqali maslahatga chiqishani bo'laveradi. Telefonni olmaymiz, xafa bo'lmaysizlar, chunki o'tgangi videoyimizda maslahat olishingni tekin, maslahat bemalol olsani bo'laveradi deb yozsak, yarim kechasi ham telefon qilishdi. Shunga maslahat yarim kechasi olinmaydi. Xufton namozidan keyin bezovta qilmang. Iltimos o'zingizning vaqtingizga qaragan holatda. O'zingizni ham bizni ham bezovta qilmang yarim kechasidan. Xo'p, bo'lmasa sizlar uchun videolarimizni boshladik. Ulug'boy akadan, Ulug'boy aka popugaylar sotildi mo'ljalda. Biz bularni ham to'liq ma'lumotni bitta obzor qilib beramiz. O'z qafaslar bilan birgalikda olishgan. Ulug'boy aka qancha ketdi bular? Qanchadan berdingiz? O'z qafasi bilan Malla 130 ming jupa, mana 150 ming. Jupa 150 ming so'm, bular 130 ming so'mdan bo'libdi jupa shunda. Hop, malla svetni o'li, nar moda o'zi ajrab turibdi mana. O'ttadagi mana nar. Yuzidan bilsani bo'laveradi. Mana ekko, mana chekko, mana ham nar. Oq bilan sariq moda. Bunda mana. Modasi. Modasi pastda turgan modasi, tevadagi nar. Hop. Qafas nech puldan bo'ldi? Bu 150 ming so'm, 75 ming so'mdan bo'ldi parasi, nar moda. Bunisi 65 ming so'mdan bo'ldi parasi. Ko'rdingizmi mana, holatlari yaxshi, xudo xolisa. Inshaalloh bola bersa bo'ldi, tayyor bular. Qafas nech puldan bo'ldi? Qafasi 115 mingdan olib turadi. 115 ming so'm bo'lingan qafaslarimiz. Xo'p, endi bag'da Pepsi, karella hammasini bitta narxlarini aytib o'tamiz. Karella nech pul bo'ldi? Hozir o'g'limlar mo'ljal sotgan ham ketdilar, ishqilib o'shani ko'ryaptilar. Ulug'boy aka mashhur akamiz, Ulug'boy aka. Bozorda eng liderlaridan bu akamiz. Pepsi mana. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rishingni tavsiya qilamiz, chunki bitta video bo'ladi, hammasidan bo'ladi. Kanareyka ham shuning ichida bo'ladi. Kechirasizlar, shamollab qo'ymasa. Hop, bulbullar ham inshaalloh shuning ichida bo'ladi. Hammasi shu videoning ichida bo'ladi. Hop. Ko'ryapsizlar, qancha bo'ldi bilamiz. Oldingiz buni? Ha, 115 ming. 115 ming, yo'q, narigini. Prostoy. Dubai nech pul bo'ldi? 200 ming. Dubai 200 mingga sotilgan shunisi. 200 mingga barter bo'ldi, 115 ming qilib barter qilib qo'yishdi, juplab olishdi. Bunda qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Mana qarang, mana maşalloh chiroyli narsa. Havas qilganlarni o'yda bo'lsa, buni ishqibozlari boshqa ko'pchilik bo'ladi. Bugun asli o'zi Namangan viloyati, Yangi Namangan tumani mol bozori, Samarqand savxoz mol bozori bo'lib ketish kerak edi. Bu yerga chiqib olmadik. Ulug'boy aka, keling bitta narxini bilaylik. Hozir akamiz chaqirib bitta narxlarni Xudo xolasa olib yetkazib beramiz. Mana qolganlardan ham bor. Babichkani qarang, babichka. Ham shapkasi bor, ham
Karalla. Mana ikki o'zim jubbu bo'libdi. Agar moda narmoda tushgan bo'lsa, jubbu bo'libdi o'zi. Svetnoylar. O'zi bozorda qanaqasi qimmat deydi. Ko'pchilik mana oq bilan sariqlar sal bozor bo'lib qolgan. Svetnoylar o'zi moda bo'lib qoldi o'zi. Svetnoylar narxi ham sal qimmat bo'ladi. Hozir Ulug'bek aka bo'shasizlar, narxlarni bilamiz o'zi inshaalloh. Savdoga kelib qolmizda biz ham. Savdon TV'siga. Ungacha men chekkadagilarni bilib turaylikmi? Bundan bilib olganimizda birinchisi yaxshi edi-da o'zi aslida. Chunki boshqa video bir chekkadan ketganimizda mana bu tarafdan yurib aylanib chiqib ketaveradi qolgan yoqlar. O'rtada yana qaytib kelsak videoni uzmasdan. Mana Amedinka bor ekan. Amedinkani ko'pchilik so'radi. Bunga biz addan to'xtalaymiz. O'rta tarafdan kelib. Sizdan bilan? Vallahi to'xtalaymiz. Ulug'bek aka. Voy Ulug'bek aka. Babichka boramiz. Ulug'bek aka, voy Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Bitta kesillar ma'lumotni bilaylik, nima gaplashaveradi. Voh, keling. Birinchidagi necha pul jupa? Aha. $400. Filan qanaqa edi bu? Gelan. $400 ekan bunisi. Ishlagan bo'la? Ishlagan. $400 ekan. Jupa. Eng oxirimi yo kamayadimi? Ozgina kamayadi. TV'dagi chatdanda. $200 bu. Ishlagan. Narmi bo'ladimi? Narmi. Pastdagilarcha. $250 kamaytirib beramiz. Bunisi $250 ekan, narxi $200. Bu $400. Hammasini kami bor. Bularcha jup. $250 kami bor. Ishlagan bu ham. Ana tayyor ishlash. Hammasi ishlashga tayyor, ishlamagan ekan bular. Pepchilarchi bular? 800 ming so'm. Bular Maladoydan chiqdimi endi? Ha, pastdagilar Maladoy ekan. Valla Maladoy ekan, nargilar katta ekan, o'zi ishlashga tayyor ekan bular. Bular 800 ming so'm kami bor. Qaranglarchi. 400 ming so'mdan kami bor hammasini. 400 ming so'mdan kami. Mana Maladoylar endi bularniki. Yo bular kattadan bular ham. Va bellayinchi mana bular. Rangli chiroyli chiqibdi bular. 800 ming so'mdan kami bor. Maladoy. Bular rangi chiroyli chiqibdi. Chiroyli ko'z tegmasa. Bular necha pul bu? 500 mingga kami bor. Karellar 400 ming so'mdan kami bor ha. Bu qancha mallar? Babichka. Yo'q. Qudratus. Yo, Elrizovuz bu, Elrizov. Elrizov. Hozir sirasi chiqadi, yarim soat, 1 soatda. Aha. Hop, hozir yana keldi. Bitta addanni bor ekan, bu narim odam bu. Ha, naru. Edaja hozir ishlarimiz ko'p. Ko'pgaylar bo'ya ko'rsatganlarimiz. Jupa 150 ming so'mni bo'lganlar mana. Jupa 150 ming so'm bo'lgan ko'pgaylar. Mana mashina nari qaydan bilaman deganlarga mana. Tumshug'i ko'karasiz, tumshug'i ko'ka nari bo'ladi. Hop, endi nomerni bitta qoldiramiz, qolgan ma'lumotlarni oldim. Ulug'bek aka nomerni ayting. Bugun berib o'rsan 500 ming so'm deyilgan mana. Maldan 400 ming so'mdan kam bor aytilayotgan bular hammasi. Hozir bitta nomerlarni qoldirib qo'yaman, bemalol o'qib chiqaverasizlar ularga. Mana qarang kattaligini. Mashalloh, chiroyli narsa. O'zi 10 minut videomiz shularning o'zida ketib qoldi-ku. Bir kishining o'zidan. Ma'lumotni zo'r, mana yo'q mana. Nomer ayting Ulug'bek aka, 40 97 ikkita 43. Aloqaga chiqaverasiz. Uydan qachon qilamiz? Uydan qachon olamiz? Ha, bitta xo'pdan o'tkazib eshitib qo'yib so'radi, hamma telefon qilib. Chiqazamiz deb telefon qilaman bir, kechroq qilman. Qachon?
Bo'ldi. Kichkina sovuqxonaga chiqadigan bor. E'donlar bitta nasib qilsa. Rahmat o'gay ma'lumotga. Xudo xolasa bilan uylarda turli tuman qushlarning udari bor. Inshaalloh nasib qilganimizda ruxsat oldik, bitta ulardan olib chiqazamiz. Mana chekkadagilarni bitta olaylik, mana boladan ma'lumotlarni kamida 1 soatlik xudo xolasa video qilamiz. Oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaveramiz. Ko'pchilik baş popugay bo'yicha aloqaga chiqishadi. Popugay to'shni ma'lumotlarni bilamiz. Popugayni ichib qo'yadi. Valla. Valla 300 ming, valla 100 mingdan. Donasi 100 mingdan. Valla 300 ming babichka. Ishlagan babichka? Ha? Ishlagan Dubaycha. Dubay. 200 ming so'm Dubay. Bu qanaqa parodasi? Bu Nozlanisi. Bu necha puli? Bu 700. 700 ming so'm puli. 700 ming so'm puli. Savdo qancha qildi bunga? Ishlaganmi bu? Egasi ishlagan, sizlar olgansizlar. 700 ming so'm. Bozor qancha berdi unga? Hali savdo qilinmadi. Necha pul pepchi? Pepchi necha pul? 1,5 million jupa. Bozor qancha berdi bunga? Hali savdosini bilmaydi dedilar bilan. Popugaycha mana ikkita popugay normalniga bor ekan bular. Sizlarmi? Ikkovi ham 100 ming so'mdan ekan, nar aka ikkovi ham. Mana nari bunni ko'k bo'ladi. Har doim aytganimizda. Ko'pchilik ashta ursada ish qo'yib telefon qiladi. Bu necha pul? 600 ming. Narmodan bu ham ishlagan. Bu ham ishlagan ekan, narmoda ekan. Mana bel ko'tardi. Bel ko'tardi. Chunki qolgan. Yengil, to'g'ri aytasiz. Ispil bilan voyanni. Voyanni 400 ming bilan 400. Voyanni ham 400 ming, bunisi ham 400 ming so'm. 400 ming so'mdan. Bunga bozor qanchadan berdi? Bozor. Buni ham bilmaysiz asan. Bungacha 150 dollar. Savdosini to'g'risi bilmaydi. Yoshroq ukamiz aka. Qancha maladoylar? 500 ming, 600 ming. Jupa. 500 ming, 600 ming ekan jupa. Maladoy bo'ladi. Hammasilardanmi? Boshqa kishidanmi? Yaxshi narsalar bor ekan. Pulini bildiku, просто nomer qo'ymadik. Nomer shart masalalar. Yosh bola ekanda. Bularni o'zi narxlarini bitta bilamiz egalardan. Kimdan bu sizlardan? Egalarni yo'q ekan. Mana mana sirangiz chiroyli bo'lib turadi. Chachishga gibrid bo'lib qoladi. Mana o'zimizda chiqqanlar. Hammedinka bu. Hop, endi mana TV'dagilar babichkalar bor ekan. Bularni xolos hozir. Oga sizdanmi bular? Sizlardanmi bu? Egalar yo'qmi? Egalar yo'q ekan. Ma'lumotlarni olaylik. Savdolarni keyingilardan bilaylik. Ma'lumot bor yerda. Maysada. Ko'pchilik Hammedinka so'ragan. Hammedinka to'g'risida ma'lumot beramiz. Xo'sh bo'lsa, mana Hammedinka turibdi mana. Hammedinkalarni zo'rlar ekan. Hammedinka nechi pulda? Ha? Jupi 85 ming. 42,5 ming so'mdan. Yo'q, 42,5 ming so'mdan ekan. 85 ming so'm. Jupi aytilyapti ekan. Hop, nari ko'p ekan buni ichida. Nari ko'proq. Yo'q, kechiradi. Bu nar bunisi moda ekan. Valadoy ekan keyin bu o'zgina. Pulini ichib ekan bilan puli. Bitta bilamiz bilan ham vaqt. Pulini ichib bilasizmi? Ha? 2 million 200 ming. Ishlaganmi yo maladoymi? Endi ishlashga tayyor 2 million 200 ming so'm ekan mana shu. Ishlashga tayyor deyaptilar akamiz. 2 million 200 ming so'm narx aytilyapti bunga. Bunisi qancha bo'ldi? Biz buni ham ma'lumotini bilamiz, bunisi ham. Xo'p, solishtirib olaverasizlar keyin aytilganlarga. Kim qaysi joydan oladigan bo'lsa, prosta solishtirib olaveradi. Bundan tashqari xonadonlar bir qimmat bo'ladi. Bunisi narxini chiqar boshliq. Bu ham 2 million 200 ming.
Bularchi hammasi bir xilmi o'shanda mana uchovi ham 2 million 200 dan. 2 million 200 ming so'mdan 800 ming so'mdan donasi. Bu 800 ming ekan donasi. Şu an 1 million 600 ming so'mdan kami bor. Aytiladigan narxlar. Endi bularni egalari mana o'rtada aytishgan. Egalari bila olmadi. Popugaychi popuga. Jupa 140 mingdan tayyorlar. Jupa 140 ming 70 ming so'mdan. Oqko'z klubida deydi. Shubay. Acha. Bilgilerden ko'rib boramiz. Rahmat barakasingizga. Endi mashinadan bitta ko'rganimizda yaxshi bo'lardi. Mashinada ancha popugaylarimiz, amadinki kanareykalarimiz bor. O'z mashinani inshaalloh sizlar uchun chiqazib beramiz. Biz bitta bilamiz buni egalardan, narxlarini. Beda hammasidan bor. Mana popugay ham bor ichida, amadinki ham bor, bedeni ham bor. Alo savay ham bor. Xitoy qumri ham bor, hammasi ham bor. Chiji ham bor. Mana shu bittani ichida aytaymi? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 xil narsa bor ekan. Mana shuni o'zida 7 xil qush bor. Shu bozorning lideri mana shular bo'ladi, Davron aka. Ko'pchilik taniydi bularni. Biz bitta ma'lumotlarni olamiz bularni o'zlaridan, Xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmat. Qanday Tayyor bermadi. Qancha Angorka. Baru nargisi Angorka. Moda sunisi mana shunday ama. Kuşlar. Aha. Bularni. Tamam, hop, bularningda xohlasa Davron aka bitta narxini bilaylik bularni. Hozir akani o'zlaridan bitta narxlarini bilib ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa. Chirazella hammasidan. Dubai. Obunachimiz bor ekanlar. Kelib ko'rib boramiz deyaptilar. Hozir bu chekkadan bularni mana rangini tiniqligi. Hop, bo'shamayaptilar. Bitta ma'lumot olib olish kerak. Hozir o'zlaridan endi bitta olamiz, iloji yo'q. Endi 1 minutga qarang deymiz mana. Xudo xolasa bedanini ham hozir videoning davomida ko'rsatamiz. O'rnida Quyon bozor bor, Baliq bozor bor. Kanareyka hammasi o'zi video davomida chiqadi inshaalloh. Sizlardan faqat har doimgidan o'sha obuna. Boshqa hech nima kerak emas. Like, podpiska. Bir ma'lumot olaysiz ham bo'shini yo'q, siz bo'shmisiz? Bekorchi, g'irt bekorchi. Kakrazda mana siz kerakda. Bitta ma'lumot olganmiz. Yo'q aka. Yo'q aka. Qayerda bularni tashlaysiz? Hamma. Beni akajonlar. Popugaylarni ish bilan beramiz aka. Popugay 45 dan. 45 ming. Madraskoylar, ha. 40 ming o'libdi aka. O'lingnish 40-45 berilishi. Oftim o'luvchilar. Karelolarimiz 130 dan 150 ming sotdi aka. Oftimga donalar 160, 170 ham sotdi. Bular radishni Mramor popugaylar. Aha. 70 dan boshlab 100 minggacha donasi. Aha. Yana nimani aytsam? Bular ham oddiy popugaylar bular. 60 mingdan donasi bular. Oftim olganga kelishtirib beramiz. Oftimchilar bular faqat. Amadinkacha, Amadinka. Amadinka, Chorniy shok Amadinka, Isabella, Yaponskiy Amadinka bor, Koreyaniki bor aka. Aha. Bularimiz 100 mingdan 110 minggacha donasi. Donasi. Amadinkalarimiz. Samiz Amadinka emas, tish degan. Sayriydigan. Hop, buni keyingilarni bitta bilaylik, oxirdan nomer qoldirib ketamiz. Bularda passiyanli bo'ladi, doimiy manga aloqaga chiqqandan shularga chiqqaningni ma'qul. Chunki bularda mana
ham olishadi, ham sotishadi bo'ladi, bular постоянно bo'ladi. Babuchkalar. Babuchkalarimiz 150 dan donasi. Buni ham shu dastavka xizmatlari qayergacha bo'ladi? Payshanba kuni Marg'ilonga, Qoraqamishga bozoriga, kombinat bozor. Shanba kuni Qoraqamishga. Toshkentga. Qolgan kunlar kelib dastavka qilib beramiz, kartada pul tushirib beramiz. Respublikaga chiqaveradi O'zbekiston bo'ylab. Respublika bo'ylab chiqishaveradi. Aytdinglar, xo'p, payshanba kuni kombinat, Farg'ona kombinat bozorga bo'lishadi. Shanba kuni, haftaning shanba kuni oxirgi kundan bir kun oldingi 6-kuni xo'p, Toshkentning Qoraqamishiga borishadi. Undan tashqari kunlari telefon qilsani, kartalar pul tashlab bersani, dastavka qilib chiqarib berishaverar ekan. Xo'p, qo'yinki bilan narxini xo'p, vaqtlarini olmaylik. Bitta nomerlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerni ayting aka, nomeri 94lik 599 7770 nomeri. 7770. Namangan shahari o'zlarida, Davron akani ko'pchilikning Namangan shahari o'zlarida. Farg'ona hamma yoqda. Bo'ldi gap. Akamiz dastavka qilib beramiz dedilar. Inshaalloh mana shu akamiz kelib kelib chiqaverasiz aloqaga, mana Davron aka o'zlari. Mana shu qushqamiz shular kamida 1,5 mingta qush bo'lmaydi. Hop, bunda keyingilardan ko'ramiz. Narx ko'rdinglar, ancha arzon bo'ladi, oftimchi bo'lganligi uchun. Hop, bunda kishi bilan ko'rsa to'xtatib qo'ymaylik. Mana qolgan odamlardan ham narxni solishtiralik uchun bu pullarimiz. Bu pullarni ish bilan beramiz, sotilmaydi. Sotilmaydi bular. Sotilmaydi, faqat o'sha ko'rgazmaga video kelsa bular sotilmaydi. Videodan tashqari sotiladigan qushlarimiz o'zlar. Videodan qo'rqishadi. Keyingi populyarlarimiz ko'ralicha, deb qo'yganlarimiz o'zlaridan bor. Savdosi qanchadan bo'ldi aka bularni? 80 ming. Jupami yo dona? Dona 80 ming so'mdan. Har xil holatiga qarab. Tugna. Marmona mana tayyor. Bu 300 ming jupa. Bu jupa 300 ming so'm ekan. Marmona, babichka, shapkasi bor. Kapalagacha zo'rmasa qal, lekin 300 ming so'm narx aytilyapti. Mana ham tayyor. Mana ko'pchilik aytadi, mana qarang, kuzida kalsosi bor. Tayyor mana. Mana ko'rdinglar, va shu sajratsi bo'ladi. Mana shu ham tayyor qush. 4 oydagi mana ko'ziga kalso tushadi. Shuni ajrataverasizlar. O'rtacha 80 ming, 100 ming so'mgacha bo'lgan donasi. Hali ketaveradi holatiga qarab. Hop, keyin yana bitta ma'lumot. Kim bizni qayerdan kuzatyapti? Kommentariyada yozib keting. Ilk qushi bor inson qanaqa ovqat beradi? O'zi ovqatlarni ham mana sizlarga ma'lumotini beraman. Hamma joyda har xil qimmatligi uchun ovqatini ham bir ko'rsatib o'tkim keldi. Hozir bu yerda mana angorka, angorkaga miramir. Bular savdosi qancha angorkaniki? Jupa 350 ming angorkaniki. Ikkovi ham narmi bular? Jupa bor nergada bo'ldi. Buni ikkovi ham nar jupa 350 ming so'm. Past sariqqa jup va pastgacha qoralar. Miramir 750 ming 250 ming so'm ekan pastdagi miramirlar. Bular toza, chiroyli, xudo xolasa qushlar tayyor ekan pastda. Mana ko'zida kalsolari turibdi. Tayyor qushlarimiz. Hop, bunda keyingilar bag'dagilarni bitta ko'rib o'tamiz mana. Bularda asosan zoti yaxshi, qoni toza qushlardan ekan. Nargilarga qaraganda chachishib ketmagan. Mana qolganlardan ko'rsamiz. Zarchama. Hop, endi keyingilarni mana. Narxlarni ham o'zi bitta ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozirgina jupa qayda dedilar? Mana model. Bular hammasi 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan ekan. Parada. Jupa kaman. Akamiz aytibdilar, jup 350 ming so'mdan. 250 ming so'm. 400 ming. Hop, bular ishlaganmi yo ishlamagan? O'yna bilan ishlasa yana kengayadi. Ishlashga hali bor ozgina. Tayyor. Lekin tushundim. Mana ko'rib oldim. Ha, ishlashga tayyor pashta, xudo xolasa. Endi bitta nomerlarni qoldirib ketaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Vaqti bemahol bularga kerakli, kerakmaslik qilib. Nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 408 12 81. Adres qayda? Novoy ko'chada. Namangan shahari o'zida Sardobaga yaqin joyda aloqaga chiqaverasizlar. Bular serob uyda? Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar, shakamiz o'zlari kelib kelaka javob beradi. Xo'p, men ovqatim deganim, xo'p, mana bizda misol uchun eng prosta ovqatlarimiz bor-ku. Mana edi
eng prosta ovqatlarimiz bor. Pomidor popugay uchun mana oqi bor, sarig'i bor. 2 xil buni narxi, bunisi arzonroq bo'ladi. Ko'pchilik biladi, mana vitaminlarimiz. Ko'pchilik nima beraman degan savolga juda ko'p telefon qilishadi, tushunishmaydi. Abdurahmon oddiy narsa, mana shuni popugay uyasiga ilib qo'yasiz mana. Arzon, qimmat emas, jamlaqangi narsalar. Mana tayyor mashina ichiga hamma narsasi o'zida qilib qo'yilgan. Ilib qo'ysa bo'ldi buni. Baliqlarimiz bor, bunga iladigan vitamin mana. Pati to'kilib ketyapti deydi. Tishlab patini yulib tashlaydi deydi, mana tayyor. Space buni qush uchun chiqarilgan mana. Bu o'ziniki, space. Bu arzimagan pul bo'lsa, 1000 so'm bo'lsa kerak. Shu narsalarni olishini tavsiya qilamiz. Shundoq qush o'ziga ilib qo'ymasdan mana. Aka birim bashimda ko'rsataman mana. Mana bu narsalarni olib olamiz. Space qush uchun qilingan mana. Tebesda qushga. Buning ichida oqagi ham bor, buri ham bor, mana tuxum po'chog'i ham bor. Hamma vitamini bor buning ichida, arzimagan pul. Beringlar shu narsani. Shunda pati to'kilib ketavermaydi. Hozir bitta bilamiz. Kecha bitta aka tinmasdan bitta aka bilmayman bir 20 marta yozdilar ishga. Sayrametdi, qushim sayrametdi deb. Sayradigan buni adden mana qanday qimmat ovqatlari bor. Bularni ham berish kerak. Bu bermasa u befoyda qiynalaveradi. Bundan tayyor arzimagan pulga bergandan keyin olib berish kerak. Abdurahmon Horma. Charchamay turibsizmi? Assalomu alaykum. Bu nimaga qarshi nima bu? Kanarekani sayrashi. Kakras mana. Kelasi 100 ming so'm kanarekani sayrashiga bu. Menga yozgan aka mana kakras sizga mana. Hozir men bitta bu to'g'risida, mana shu o'zi to'g'risida adden ma'lumot beraman. Sayratgan. Faqat qushlarni sayrog'ini ko'paydi. Qimmatli. Qachon keldi? Kech ko'ring. Hozir bitta bilamiz bularda ovqatlarni ham narxini ham. Keyin qolgan yoqlarga o'tib ketamiz. Bu nima narsa Abdurahmon mana? Mana nima narsa? Simida. Kelmindan bering bor. Bedanaga bersa ham bo'ladimi? Universal sayr etadigan qaysi biri aralashmasa? Mashg'ulingizga ish qilganmi o'njalda? Mashina oldilar universal sayr o'qib, bunda mashina. Hozir bilan bitta. Abdurahmon bo'shasangiz bitta mashina ana qilaylik, obzor maylimi? Bularda pastlarni hamma narsa bo'ladi. Kerakli insonlar, ayniqsa mana dom bo'yicha menga Toshkentlik akamiz yozuvdilar. Prostoy ham 4000 so'm bizlarda. Bularda вообще arzon. Bars, mana bu narsa ham hozir bitta bilamiz. Mana bars, to'g'ri. Bittiga qarshi. Bars nech pulida? 8000 so'm. 8000 so'm aka. Bitlashga qarshi. Men nimaga qilsa bo'ladi? Bitga qarshi bu bars degan to'g'ri mana korobkasi. Qaysi joyga borib olsam ham itti rasmini qo'yib qo'ygan ekan. Bu tozasimi yo bundan kech sorti ham bo'ladimi? Tozasi originali. 8000 so'm ekan bir donasi. Bir dona bunaqasi 8000 so'm. Bu 4 ta ekan. Bitta pachkada 4 ta bo'lar ekan. Shuni bitlaganda nimaga uyaga kirib chiqmayapti, qushim o'lib qolyapti degan insonlar mana shundan olib, hozir buni yo'nalishimda so'raymiz. Qay holatda berishni. Buni qanaqa qilib ustaladi? Badaniga bir tomchida. Bir tomchida. Qayerga? Popugaylarni misol. Qonatini tagiga bir tomchida. Faqat bir tomchi bo'ladi, o'shqcha kerak emas bunda. Mana katta o'sha ushlagan ekan. Mana bu kanarekaniki nech pul edi? Kanarekani o'ziga bu. Kanarekani o'ziga 100 ming so'm ekan bu. Kelasi. O'shandan misol uchun 10 ming so'mni olsangiz, narga ovqatga qo'shib yorsangiz bo'laveradi o'shanda. Mana tayyor, aralashmas. Bodomniki ekan bu. Mana gulliki ekan mana. Shularga tayyor bu. Olib beringlar shu narsalarni. Sayr etadi, vitamini buning ichida. U ham xohlaydi shunaqa narsalarni yeyishni. Tiqib qo'ymasdan
nima deydi? O'li bozorda olib kelish imkoniyati yo'q. Oq tariqni ichib bo'l, oxiri 3300 so'm. Dastavkalar ham bo'ladi. Dastavkalar ham bo'ladi 3300. Aksesuarlar bo'yicha o'z bilan nomerini qo'yib ketaman, aloqaga chiqaverasizlar. Fonna bularda qushlarga oid bo'lgan hamma narsasi bor. Eshitdinglar, ko'rdinglar, bildinglar. Hozir 3300 so'm ko'rsataman, nari sariq tariqni ko'rsataman. Mana 3300 so'm, mana bu. 10 mingga 3 kilo, 10 mingga 3 kilo bo'ladi o'shanda. Mana sariqni ichib qo'y. Mana sariq o'sha Toshkentlik akamiz bir so'rovlar. Mana shu bizda 6 ming deydilar, biz buni bilamiz narxini. Buni ichib qo'y. 4,5 ming, 6 mingga 4,5 ming, 1,5 ming so'm farq qilyapti bir kilosida. Shu oqmi buni qoli? Oq bo'ladi, ha. Xo'p. Bu 1000 so'mda, bu 1000 so'mdan ekan. Bu 1000 so'm, mana shular 1000 so'mdan. Mana 1000 so'mdan hammasi. Ilib qo'yish kerak shularda vitamin tayyor. Hamma narsasi bor o'zida. Biz Abdurahmonning nomerini qoldirib o'taman, aloqaga chiqaverasizlar. Bularda dastavkalar ham bor dedi, hamma joy chiqaz beraveradi. Shu bozorni o'zi yarim soat ko'p aylanib qo'yamiz-ku, ma'lumot beramiz deb. Mayli, obunachilarimiz uchun. Babani qanar ekan. Qanar ekan ovqat hozir bu. Qolgan yoq ovqatlarga solishtirib ko'raverasizlar. Hozir kelamiz endi iloji yo'q nomerlarga. Hop endi biz uning uchun hozir Kanareyka bozoriga o'taylik, Kanareykadan bitta chiqazamiz. Mana hozirgi ovqatlarimiz. Kanareyka narx-navolarni ko'ramiz. Qolgan ichib oldingiz buni? Jupini. Sotiladiganmi? Sotiladigan. Bozor qancha berdi bunga? Bozor bergan sizga ahvolda bersangiz yo'q, men faqat videoga oluvchi. Buni narxi qancha berdi bozor? Ha, 750 qilishyapti. 750 ming bermadingiz. Ishlaganmi sizdan oldi? Kuzda ishlagan bir partiya. Lekin tayyor ekan 750 ming so'mga bermabdilar. Ko'pchi chiroyli ekan, ranglari ham o'zgaribdi. YouTube'ga chiqazaman. 50 rizo. 50 rizo. Hop, endi keyingilardan ko'rib o'taman. Hop, Kanareyka ko'raylik endi mana shu yerda. Akmalxonaga chiqqan bo'lsalar, Akmalxonadan o'zlaridan bitta yana ma'lumot olardi. Kanareyka bozori, faqat Kanareyka ko'piga ham vaqa chiqib olishgan, har xil aralashib ketgan joylarimiz. Ravshan aka ham chiqqanlar shekilli, chiqmaganlarga Ravshan aka. Kanareykami? Turli tumanlardan. Ravshan aka chiqmabdilar manzolga, sheyda ekanlar, o chekkaga turibdilar. Aka xo'rman. Charchamayapsizlarmi? Bular narimi modami? Jo'ja, yo'q, ancha bo'lganmi? Bola berib turgani bor. Endi yetilibgani bor. Malla nar tevadegilar. Narlar. Hozir bilan akamiz ham nomerlarni qoldirib ketaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Kanareyka bo'yicha. Kanareyka bo'yicha aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa. Faqat Kanareyka sizda? Faqat Kanareyka. Bo'ldi, faqat Kanareyka ekan bularda. Aloqaga chiqaverasizlar. To'xtani bitta ish. Bitta marodalardan ketishmalari bor. bo'ldi gap yo'q. Xo'p, bitta ish qilaylik, hurmatli obunachilar. Shu joyga kelgan bo'lsangiz, bo'ldi, akaz 1 minut. Videoni shu joyda o'chirib, yangitdan faqat Kanareykani o'ziga bitta video qilsak nima deysizlar? Mayli, sana agar shuna qilamiz, aralashib ketmaydi, sizlar ham zerikib qolmaysizlar. O'zi chunki 35 minut bo'lib qopti. Shu joyda o'chiramiz, Kanareykani o'ziga отдельный video qilamiz. Xo'p desani, xo'p. Telefon nomerlari bilan adashmaysizlar. Shunda bir 10 minut chiroyli video qilamiz, faqat Kanareykada akamizdan ma'lumotlarni berib boraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.